Hammaga salom, sizlar bilan qishloqqa. Bugun biz Minecraftda выживание qilamiz. Nega aynan Minecraftda? Ну, просто mana brat so'raganda ajizat hozir. Короче, izohini o'qigan ekansiz. Bugun biz Minecraftda выживание qilamiz. Da o'sha kommentariy yozib yuboribdi menga. Va hozir sizlarda savoldir. Nega menda original Minecraft emas? Da просто menda hech qachon original Minecraft bo'lmagan. Men faqat crafting and building degan haqiqiy Minecraftga o'xshaydiganini o'ynaganman. Lekin boshqa savol ham bo'lishi mumkin. Qanaqasiga endi menda original Minecraft bilan bir xil Minecraft degan? Ну, просто u Minecraftda teksturalarni almashtirsa bo'ladi originalnikiga. O'shani ishlatib men video olardim. Lekin cho'ta teksturalar ishlamay qoldi menda. Shuning uchun bugun biz mana shunaqasiga выживание qilamiz. Daraxt chopamiz. Ko'rinishi sal g'alatiroq-ku, lekin mayli. Har bir Minecraftda o'zining stili bor. Hop, ketmon yasamayman. Lekin baribir bu shaxsan menga original Minecraftdagidan ham chiroyliroq ko'rinyapti. Boshqa olaymiz. Aytgancha nega qirqib tashladim просто. Rahmat daraxtli kirka. Endi esa kuchayamiz. Va albatta alvido degan qo'lda xayrlashamiz. Mayli, yaqin atrofda aylanib chiqaychi, balki qishloq bordir. Rosti. Lekin men hech qanaqa sit yozmadim. Rasvo joyda paydo bo'lib, qishloq bo'lishiga oldimizda. Yaxshiyam bolasi yo'q ekan, oqayoqda olibdi. Shuning uchun qishloqda o'marib chiqamiz. Oka, shaxsiy adovat yo'q. Olib turing. Mana bu kerak. Boshlang'ich sovut sifatida. Aytgancha, ko'rinishimga e'tibor bermanglar. Просто skinim ham mana shu ishlarni deb ishlamay qolib boshladi skinlarim ham. Tak, ko'raylik. Minecraft mo'jizalari. Qaranglar, dunyoning 8-mo'jizasi. Bironta uydan kravat to'qlatamiz. O galemni qaranglar, haqiqiy terminator bu yerda. Nima? Qanaqasiga bu yerda paydo bo'lishi mumkin? Tak, ko'raylik kichik sandiqni. Как раз yetmayotgan joylar. Oltin olma, kirka. Ikkita oltin olma. Olmadim bilan o'ynashmay chiqaysing, ishon. Hech qaysi o'yin, ana qirol bo'ldim men, qirol. Hech qaysi o'yinchi mendek omadli emas. Lekin bu yerda ovqat cho't ekan. Aytgancha, men Bedrockda o'ynashimdan hisoblasak, odatiy holat. Mana ovqat. Qop bilan egarasa kerak emas. Aytgancha, bu temirchi ustaxonasimi? Mayli. Bir qishloqni to'lni polni tozalaganimdan keyin ulayman. Endi borib olmos qidiramiz, konga tushamiz va boshqa narsalar qilamiz. X4 qilib tezlashtiraman. Va bironta so'ragan. Mevalar shunaqa ko'rinadimi bu yerda? Mayli.
bilasizmi nima? Ovqat sifatida olsam ham bo'ladi. Aytganchim, agar horror bolani ham videoga tushishini xohlasangiz, bilasiz kimligini, do'stim. Unda просто izohlarda yozib qo'yinglar. Horror bola, hashtag horror bola deb. Va o'shanda uni videoga qo'shaman. Agar u rozi bo'lsa. Chunki bilasiz, chunki horror bolani qanaqasi Minecraftga kirish qiyinligini bilmaysam. Oxirgi payt Robloxga o'tib ketgan. Chonga teng. Mayli. Uxlavoramiz. Hozir kechqurun bo'lmaydi nima sizning obunachilarim? Mayli. Unda tamaddi qilib olamiz kechki ovqat. Va nihoyat. Mayli. Men yo'lda davom etaman, kon qidirib. Bilaman, original Minecraft bo'lak, bu yerda ham hamma narsa bir xil. Original Minecraft. Shuning uchun, ya'ni X kon qidirib. Minecraft topganimdan keyin videoni qo'shaman. Baribir yurishda davom etamiz. Yashil bargni creeper deb o'ylabman. Короче, bitta kon topdim va bu yerda temir yaxshigina ko'p ekan. Shu uchun temir kavlab boshlaymiz. Bizga temir sovutlar kerak shundagi. Ko'mir ham kavlaymiz. Aytgancha, nega o'zi men konda boshladim? Kon ichida. Kon topganimdan keyin emas. Просто yozib olingan desam, yozib olinmabdi hech narsa. Shu uchun mana shunaqa joydaman. Mayli. Qirqcha gapsiz. Просто ko'proq ko'mirga olamiz. Oldi yetarli. O'n yoqdagi nima? Ko'k. O'ynash bormi? Zombiga aytib qo'ying işte. Hadi qol. Mayli bu yerda просто izohlarsiz. Oho, chiroyligina skelet paydo bo'libdi-ku. Balki shu tagida olmos bordir. Neydi? Ha, Nayzabek. Hozir bekor bezovda qilibman sizni. Qanday tushunasiz holatlarda atrofingni o'rab ol. Shu so'zlarni hech qachon unutmanglar. Mayli. Jonim to'lmasin, videoni ulayman. Короче, jonim to'ldi, shu uchun chiqamiz. Давайте u tomonga boraylik. Cho'ta suv tomon yoqmayapti menga. Oho. Skeletlarning orasidan o'tib ketaman. Ko'rdilaringmi nima bo'lgan? Nahotki, yo'q, ko'zlarimga ishonmayman. Men X-ray ishlatmadim. Olmos. Va men kavlay olaman. Qani nechta ekan ko'raylikchi.
bitta, ikkita va 3 ta. Yetadi menga. Qanday qiladigan ishimiz qolmadi deya olaman. Hacha lavali ko'l. Uni ko'rib tashqarida topamiz. Agar tirik qolsam. Mayli, kondan chiqqanimdan keyin videoni ulayman. Ko'p joyda uzyapman, lekin o'zingiz tushuning. Chiqib o'tirishim kimga qiziq bo'ladi. Hotki. Va nihoyat chiqish. Anchadan men просто oddiy olamga chiqayotganimga xursand bo'ldim. Ura! Endi nima qilamiz? To'g'ri. Topganlarimizni hammasini yeritamiz. Faqat menga tosh yetmayapti. Mayli. Qonga tushmasdan ham kelsa bo'ladi. Boshlarida. Demoqchi edim, baribir chuqurroq ekan. Mayli, mana yoqqa chiqib olamizda, xuddi menga qo'yib qo'ygandek. Yo'l olamiz. Yetarli bo'lsa kerak. Va bo'ldi. Konda ishimiz bitdi. Va nihoyat. Endi instruksiyani bilasizlar. Pishayotgan payti shuni aytib qo'ymoqchimanki, bu konda to'shni biz aytgancha boqib olaman. Agar hozir bittada boqib olsangizlar, like bosasizlar. Qoidani bilasizlar. Endi bizda do'stimiz bor. Tomirda haqiqiy ovchi qoni oqayotgan. Shu uchun temirlar eriguncha kutib turamiz. Mayli. Montajda qo'shib boraman. Deyarli temir odamga aylangan holda sizlar bilan xayrlashaman. Sizlar bilan qishloqqa edi. Davomi chiqishini xohlasangiz like va obunani unutmaymiz. Hammaga xayr.